أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. 34. ayet. Yuqorqi oyatda ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض degan. Mushmu erlarga bir fadlanni. Ayollardan farqlanib turadigan ortiq bir alaydilik. الرجال قوامون على النساء. Erlar ayollarga qaraydiganlar, baqadiganlar, shularni boshquradiganlar degan ma'noda. يقومون عليهن آمرين ناهين كما يقوم الولاة على الرعايا. Ayollarni buyurdi, tusidi. Xuddi masalan, davlat raisi, hokimlar, valilar Qur'onni buyurib to'sqandek dedi. Lekin o'sha rijal er-xotindagi erlar emas. Rijal, yani azvaj emas, rijal dedi. Derhallik hamda yazı nikah to'g'riliq yapgan ekan rijal desa, bu çok ayollarni bunda boshquradigan deb bunda nima kelib qolsin. Rijal yani erlar. Umuman masalan dadu olsa bu qizni baqidi, qizni boshqurdi, xabar oldi, asraydi. Shunga o'xshashin. Yoki bundan keyingi ba'zi iboralardan ayollar qaraydi, erlar degan mazmun chiqadigan bo'lsa, lekin ma iborada undan yo'q. Buni hozir umum holat keldi. الرجال والنساء عامة. زوجك زوجة بنا نقولهم هذا. أكثر مثلا سنسق قرش ممكن بخش ممكن شو وشش. الرجال قوامون على النساء. سمي قواما لذلك. قوام. بو قام على دينك هيام بوسا مثلا. صيغة مبالغة ولا قوام. بو فرشقي وجه بقشة خواء وجه ديان ما عنده. قوام ديان هذا normal yalnız kase. Bu ruslab qo'yilgan, tuzlab qo'yilgan degan ma'noda ama lekin ala bilan mutaddiylab kelgan ekan, xuddi bu xabar ilib bir yerda ayol kishi yo singlisi yo qizi tursa, bu musha xabar ilib qo'dab, shunda beqib, o'zibtirlikni tayyor qilib, qirajlik qilib, bunda qilib turgan ekan. Qiwama ma'nosi shu. Qawwaman, ya'ni buyurilgan, tuzilgan deb tanlanadi. Lekin shu qiyam degan mushada parvish qilish, beqish, xirajini qilib uchun tirikchilik üçün çepeş, cepa tartış degan ma'no bo'ldi. Bu o'sha qiyam ayollarning ahvolidan xabar oladigan, ayollarning ishini qiladigan, qo'daydigan degan ma'noda. Mubolig'a esa bu xuddi davomli shunday qilib turadigan degan. Qayyumus samawati val ardi degan Alloh taolaning. Shu osmon zaminning oldidan xabar olib turadigan endi. Bima faddalallohu ba'dahum ala ba'd. Alloh taolo erlarni ayollardan şu infak meselesinde, qo'llash meselesinde, himoya qilish meselesinde, xabar olish meselesinde ortiq qilgan bo'g'ashqa dedi. Shu sababdan yoki. Ad-damiru fi ba'dihim rijal, birinchi ba'dihim damir rijal qaytida, ikkinchi ba'din nisa qaytida. Yani rijal ve nisa degani birinchisi rijal, ikkinchisi nisa demak. Yani innama kanu musaytirina alayhinna لسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال على بعض. Yani üçün şu ayollarni boshquradigan, shular ega bo'lgan bo'ldi esa, Alloh taolo erlarni, ya'ni ash insonlarning bir qismi bo'lgan erlarni, yana bir qismi bo'lgan ayollarga nisbatan afzal qilganlikdan, hajjatun bil aqli val azmi val hazm. Bu erlarga alohidalik, aqlliq. Aqlliq deganimizda ayollar aqlli bo'lishi mumkin, lekin erlar aql bilan alohida ayrilib turadigan. Mutamayyiz. Ayollar olsa masalan hissiyat, mehr shafqat, majatdan bakrak alohida bo'lishi mumkin. Ya'ni aql sal g'olib kelib ketilgan. Bir narsa o'ylasa, hissiyatga bir nima o'ylay oladigan. Val azm, keskin iroda bilan, keskinlik bilan ish qiladigan. Hazm shu. Var ra'i val quvvati val ghazb. Yana maslahat berib, masalan mushavirlik qilsa, ra'yi ilingan, kuch-quvvat bor, jangga qatnasha oladigan va kamal as-sawmi was-salah. Yana ro'zasini odat ko'rmagandan ro'za tutadigan to'liq. Namozni o'qiyveradigan. Va nubuwwati val xilafati val imama. Payg'ambarlikmi erlar xatmi. Maryam
Aleyhisselam'ın peygamber olmasına dediğim talaş tartışıyorsun lekin bu şu peygamberlik. Erlerde dediğim talaş şu kuşluğunda. Vel hilafe vel imame. Hilafe degine şu emiril müminin bulap el imamel kubran demekçi. Onda elbette er buluş kerak. Lan yufliha qavmun vallau amrahum imra'a diye esasen er buluşunu şart kıldı. Vel imame yani cemaatke namaz imam bulaşını maksat kılış gerekmedi. El imame fi salat demekçi. Ayollar cemaatke imam bulamaydı. Yani ayollar cemaatke imam buluş mümkün lekin erler cemaati bulap kalsa imam bulamaydı. Onda icma var. Amerika'da ayol imam buldu. Amine Nasarma, Amine Nusayr. Bu anlamda bir şirpa kayda pakka işen. Ayollar erler emmige imam bulap cemaat mı er ayol mı birleştirmen diyor. Namazı kıla ayol mı başta kılış mümkün. Hazır şu anda ahlak kımılıp keallamdakım bulup kettim. Ya o bir ekimni payda kılıp bir kısım Müslümanlaşın ayakışını kulaş yok. Yani şu bunu kılayık mı? Vel ezani vel hutbeh. Azan soğulaydı kalma erler. Ayollar azan olmaydı. Vel hutbeh. Cuma'da başlamada usulleri Allah erler var sorularda değil misin? Vel cemaati vel cuma. Cemaatki katmış gerek olgan mısın? Cemaat katmış sünnet olgan, ya bazı karıştı vacip olgan değil. Vel cuma. Cuma tercih olganlar erler. Ayollar katmış kalsa meyle deyimiz. Ve tekbir-i teşrik inde Ebi Hanife rahimahullah. Tekbir-i teşrik mu anda şu cemaatlerin topluşup namazdan keyinden da tolaydıgan bu başka. Ebu Hanife rahmetullahi şu erlerin tolaydı, ayollar tolaydı cümaydı diyen buluşun. Eyyam-ı teşrik kaç günlerde? Kubayna 2. günü, 3. gün, 4. günü. Şu günlerde namazdan keyin biz tekbir ettik. Tamam? Ve şehadeti fil hududi vel qisas. Şeriat belgelengen cezalarda, kısasta, guvaçılık yaraydıgılar erler. Ayollarninkine mesela mal mülkte, yoki ayollar xas ishlarda qabul qilmazdik. Ve tad'ifil mirasi ve ta'sib fihi. Mirasda lizzakari mithlu hadbil untayayn dedi. Zamankin ayollardan birasi ortiq bo'lgan bo'ldi. Yana qarz egilari ap bo'lganligi eshib qolgan mirasni shundan supurib oldiganlar erlardi. Fama baqiya liula rajulin zakar dedi. Rajul degan action bildirimdi, arab tilida action bildirimdi. Rajul. Diga hadisi liula rajul zakar bilgo. Bazı alimler yak bu umum söz dedi oğlum bakayım. Mesela ma ja'alallahu li rajulin min qalbayn fi jawfi. Diga action şundan mı? Diğer action'lık bir has benim yok. Ya action olsun ki kalbi yok. Ama Meclisten misal tarikiste ayet-i la ja'alahu lirajul min qalbayn fi jawfi demde misal tarikistemde ala sebil misal bunda şunu qamma bu ayet erkek akishni ko'rsatdi demakchi. Yani erlikni ta'kidlab qo'yish desak. Yani aşağı ayetda şu ayak kishini shunda. Yani şu qalbi yo'q erkishni. Ve milkin nikahi ve talaq. Nikahla qo'ydigan mesela. Mesela dada qizni nikahla biralaydi biz, tamam? Lekin o qizlar daşmasını kadar bir araya yok. Elbette böyle şart emasken talaşlar sorsun ama o ayol kishi boshqa qizini emasdan ya sonrasına qatı bir sekund aprelga yok. Akşe aprelga. Va talaq qilishmi erning qo'lida. Alloh taolo erning qo'liga tutgan ish. Talaq. Ay talaqmi nima munosabatlar? Yoki bu ishlarning ko'pincha shu al-aql wal-hazm wal-azm shu munosabat. Bunday hissiyat qilib ketmay, o'zini to'xtalib, sovuqqonlik bilan o'ylab, qarorni to'g'ri qila oladi degan munosabat. Va ilayhim al-intisab. Yana Allohning o'g'li deb dadaga mansub qildi, onalarga mansub qilmaydi. Otasi nama'lum bo'lsa, balki onaga mansub qilishi mumkin. Ibn Fulana deb. Va hum ashabul liha wal amaim. Saqalliq va muvassallalik shular. Bunda bir qancha misol bir bo'tabdan bundan boshqa alaylik bo'lishi mumkin. Hadisda subhana man zayyana ar-rijala bil-liha wan-nisaa bil-qurun. Hadisda bo'lishi mumkin. Farishtalar shunda tasbih etdi deb degan. Qur'on degani o'yinchach. Va bima anfaqu min amwalihim. Yana tajgilligi jihatdan dedi. Mol-mulk degan ma'noda inson yoqtiradigan, yaxshi ko'radigan narsa. Lekin shuni sarf qiladi. Ve bi anna nafaqatahunna alayhim. Yani ayollarning chiqimi, xarajati shu erlarning ustida.
Muş ayet hazır fihi delil vücubu nefakatihinne aleyhim. Ayollarning xirajati chiqimi erlarning ustida ekanligi delil bor. Mushu nafaqa hazır nimani o'z ichiga oladi? Ayollar qarta vojib bo'lgan nafaqa. Uy, kiyim-kechak, gal. Neyishmak. Kiyim-kechak, uy turalg'u. Ba'zi olimlardan xizmat qilingan, ota-onasining o'zida xizmat qilinadigan ayol bo'lsa, xizmatchi xizmat qilgan ayol bo'lsa, bu erning kelgandan keyin shunday imkoniyati bo'lsa, xizmatchi tayyorlab berish kerak. Tatmishning doirasiga chiqdi. Lekin endi burungi olimlar to'rt mazhabning imomlari davolanish chiqimi erga vojib emas. Zohiriy mazhab, ya'ni ko'pchilik olimlar. Qashqarda masalan, yo tug'ut bo'lsa, yo masalan og'riq qilsa, ota-onasiga yotib qo'ydi. Tug'utning chiqimini ota-onasi doktorxonada ota-onasi to'laydi, to'lamaydi. Yani endi ikkinchi, uchinchi misol qadimasi bo'lgandan keyin bir to'latish mumkin. Lekin normalda shunda ota-onasiga to'ladigan shunday narsa odat bor. Qashqarda nimalardan qattiq chekatni qo'ydi-mi? Zaman boshlangan keyin izan so'raydi. Shu. Lekin xizmatlarimizda davolanish chiqimi, doktorxona chiqimi, dori chiqimi bu erning usul vojib emas. Hamda o'tmaydi. Lekin vojib emas. Lekin hozir qo'limalamda buni vojib. Nafaqa degan zotay hayotini saqlab qoladigan, hayot uchun zarur bo'lgan, turmush uchun zarur bo'lgan chiqimni hamma qilib bersa, hozir davolanish chiqimi balki yemak-ichmaknikidan balki zarur bo'lishi mumkin. Yemay, ichmay, o'rtasini o'tiradi, lekin vajanda bijira og'rib qolgan chog'da u davolanmay turolmaydi. Burungi olimlar nima uchun davolanish chiqimi vojib emas degan ergazisa, chunki burungi olimlar tibobat unda taraqqiy qilmagan, davolansa balki foyda qiladigan, qilmaydigan, saqlayib qolish ehtimoli bak oz bo'lgandan nurg'un chiqim qilib, davolanish hukmi nima deb davolanish hukmi vojib emas deb chiqadi. Hatto ba'zi joiz deydi. Davolanish o'zida. Bunda olganken davolanish o'zida vojib emas deb ixtiyor berish olganken bu erga vojib qo'ymas deb bundan qo'yadi. Lekin hozir ham ulamolar esa ko'pchilik yani davolanish chiqimi erning ustiga vojib to'lash kerak deydi. Ha? Hozirgi zamonning taqozosi shu. Hozir shu ikkisi qilamining illatini ko'rsatib qo'yayotganda. Nima sababdan bunda qavon bo'lib qoldi desa, birinchi ashunlar sifatlar. Ikkinchisi jafoat tirikchilik qilib pul topib xajlaydi. Iran baqlanlar qolsin. Bu chog'da ta'tilib qoladi. Rajul, lekin rijal emas. Anta rajulun va rijalu qalilun. Yotaqlanmasa rajul, lekin buni sen rijal shirata. الناس كعبيل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. Şuna ayollara bakıdığın bulup kalsa, uçadı kıvamı acılıp kalırdı. Yani 50% çıkırsın. Racul bulamaydı. Ya racul buldu. Onda kıvamı, kavvam bulamaydı. Demek bu ve bima enfaqu min amwalihim degandim o şu kavvam deganning bir qanati bor. Ikki qanat desek, bir qanati ham shu ve bima enfaqu min amwalihim. Demek kıvamının ma'nosi xabarlash beqish degan navoga. Ha shu mazmun. Ayoldan sonra bizimki dileklerin kötüsü olur mu? Bakılandım. Ha, kızı sınırlısı aslında şu aksın başkanının olmasa. Ve hazır kadar tıka erkutun diyeninin tıka bunun gibi çıkmadı hazır. Umumirak dağıtıdı. Yani mucizeler hazır umum. Yani ayollar yeri diyen gaplar bunun için çıkışı mümkün. Lakin mağalarının özü umum hazır. Şu an fi delil vücubun nefakatihinne aleyhim dedi. Şu ayol erinin ayalı olsun, kızı olsun, sınırlısı olsun. Ya anısı olsun. ثم قسمهن على نوعين. Amdan ayollarni ikki turga ayirib beradi. Birinchi turi fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-g'ayb. Yani yaxshi ayollarning sifati bu. Yaxshi ayollar bo'lsa qanitat, qunut deganni biz at-ta'a va du'a degan ashunda ma'nolarni keltirgan. Va qumu lillahi qanitin. Yani muti'in degan ma'noda. Yani du'a al-qunut deymiz. Uni o'rtugancha o'qilgan du'a masalan. Yoki du'a. Ya da ta'aman ismini. Muti'atun qaimat. Qanitatun muti'at dedi. Taqiyuchilar. Qaimatun bima alayhinna lil azwaj. Endi erlarga dengapmanda bir uchinchi qilib o'tadi. Erlarga qarta o'z majburiyatini to'liq ado qiladigan, itoat qiladiganlar dedi. Yakanda umum ma'nosida degan boshqa so'zimiz bo'yicha nima qilsak, masalan, zo'rlar ota-onasi qo'monda itoat qiladigan avliya amr şularda itaat qilib, gapini anglaydigan degan mazmun bo'ladi. Hafizatun lil g'ayb. Er yo'qlab qolganda, ya ashvali yo'qlab qolgan chaqlarda saqlash kerak bo'lgan narsani saqlaydigan.
va huwa khilafu shahada. G'ayb degan shahadaningki qarama-qarshisi. Shahada degan shu so'rinda hozir bo'lgan. Hudur degan ma'noda. Alloh mag'fir li shahidina va g'oyibina deymiz o. Alimul g'aybi va shahada. Demak, shu yo'ldishi yoki shu dadisi endi bo'lsin, bo'lmasin o'xshash. Ay idza kana al-azwaj ghayru shahidin lahunna hafizna ma yajibu alayhinna hifdhuhu fi hal al-ghaybati min al-furuji wal-buyuti wal-amwal. Hozir odamda erlar degan nimani asos qilib turib tafsir qilibdi. Erlari endi bo'lmagan chaqda saqlash kerak bo'lgan avratlarni masalan, uy aramlarni, mol-mulklarni qo'g'dab saqlaydigan ayollar demakchi. Bu hamda hafizatul g'ayb eri endi bo'lmasmi yoki dadasi endi bo'lmasmi, ashunda qo'dash kerak bo'lgan narsa hamma qo'daydigan degan bunaqa agar bu hifzul furuj deb qarsak, bu yoki hifzul buyut, ya'ni uyga masalan yatadan boshlamaydigan deganda, bu iffatning bir yuqori pallasi bo'lishi mumkin. Ham iffatlik demak lazım. Wa qila li asrarihim yoki erlarninki sir maxfiyatliklarini saqlaydigan. Bunu başka ayollarga yoki boshqalarga ya dadasining sir maxfiyatini deydi masalan. Ayollarga, boshqa qizlarga so'zlab yurmaydigan. Hafizatun lil asrar demak ekan. La tafsir. Bima hafizalloh. Bunun bilansa, bularning ashunda qo'dishi, saqlashi Alloh taolaning saqlashi bilan. Alloh taolo mushalarni saqlash uchun mustahkam qonun tuzum, ahkam, ashunda qurilmani bekitib qo'ygan, endi o'rlashtirib qo'ygan. Ya'ni bular shuni rioya qilish orqali shunda saqlaydi. Masalan, suratul Nisa'ni shunda tafsili bayon qildi-ku. Suratul Nur masalan. Ayollarning ahkamlarini ijozat so'rash, masalan, ashuni hammani bayon qilib, mustahkam manhajni qurib qo'yganlik bilan endi saqlaydiganlar. Bu zikrdillah bunda saqlaydigan saqlab qolgandek ish yo'q. Bu Alloh taolaning saqlashidan bo'lgan ish. Bima hafizahunallohu hina awsa bihinna al-azwaj. Erlarga Alloh taolo ayollarga yaxshi muomala qilinglar. Bu sizning qo'lingizga omonat. Alloh taolaning kalimasi bilan sizlar omonat topshirib oldinglar. Vastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, bi amanatillah deb shuni topshirganligi bilan andin shunda bo'lgan ayollar bu dedi. Fa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ma tafsirda Alloh taolo erlarga taplash orqali bularni shunda qo'ydigan bo'g'ashqa, bularni shunda sirlarni yoki omonatni saqlaydigan demakchi ekan. Aw ma hafizahunallohu va asamahunna va waffaqahunna li hifzil g'ayb. Yoki Alloh taolo bularni shunda gunoh qilmishlardan saqlab, qo'dab g'aybni saqlashga, ya'ni shunda er yo'q, egisi yo'q chaqdimi saqlagan ishlarni saqlashga muvaffaq qilganligi bilan, ya'ni bi tawfiqillah demakchi ekan. أو بحفظ الله إياهن حيث صيرهن كذلك. Yoki Alloh taolo ularni ashunda qo'dab qilib, gunoh yoki ashunda qilmishlardan saqlab qilib, ashunda solihat qilib qo'yganligi bilan shunda bo'lgan bular. Ya'ni al-fadl yarju ila Alloh demakchi. Yani ikkinchi turli ayollar qaysi? Vallati takhafuna nushuzahunna. Ikkinchi turli ayollar sizlar ularning cho'ngchilik qilishidan ensiraydiganlar edi. تخافون نشوزهن وعصيانهن وترفعهن عن طاعة الأزواج. Demek hazır ayada er-rical kavvamun diyenti. Şunu başkurdu, şununla kumandalık kıldı, şunama rol şunun kulda diyen. Yani yada hazır bu ayal reislik orunluğu çıkmandarsa çoğunçılık kılıp özünü yoğun tutay diyen manima bulunsal çatak çıkılık optu da ensel şuldum. Ama nüşüz diyem ona asilik kılıp erlerge itaat kılıştın sel buyantavlık kılıştın özünü çoğun tutuş taraffa. Benim o şu nüşüz diyen kıvamıge zıkkıldığın nasa. Erning qivamisiga zikrilgan. Xuddi erning qivamisida huquqini talashgandek bir ahvol yoki shunga bo'ysunmagandek, erning raisligini e'tirof qilmagandek bir ahvol bor. Va nashzu al-makanul murtafi'u. Bu bunda bir egizbi chiqib qolgan joylarni do'ng masalan, to'pilikni bildirgan so'z edi. Nashza degan. Yoki an-nashzu al-makanul murtafi'. Ya'ni ashu ayol sal o'zini cho'ng tutib qolgandek ahvol bo'lsa, siz ansirab qolsangiz degan ma'no bo'ldi. Va nabwa Neş diyen en-nebwa dedi. En-nebwa diyen nima etse? Anda igiz joy degan. Yani sal o'zining cho'ng tutag'lik qopsa degandek. Yuqori o'ringa chiqib qopsa degandek. Ziminda masal igizrak joyni nebwa deymiz. Masalan, rabwa deymiz-ku. Nebwa, rabwa, an-nash degandek. Mesela Nabi degan, payg'ambar deganmi, bu so'zdan kelib chiqqan desa, hamma insonlardan sal ustroq bunda turadigan bir kishini bildirdim. Hamma insondan bir sharafli, hammadan bir ustroq turgan kishi, ya'ni payg'ambar degan.
Lug'atda nabva degandan kelgan bo'lsa, ammo naba'a xabar ma'rifdan kelgan bo'lsa, yoki boshqa shunda ma'nodan kelgan bo'lsa, o'z ma'nosi bo'ldi. Ya'ni cho'ng xabarlarni qildigan degandek. An ibn Abbas radhiyallohu anhu va an tastakhiffa bi huquq zawjiha va la tuti'a amrahu. Bu nushuzni ibn Abbas radhiyallohu anhu erning huquqini ko'zga ilmay, salqirab, parvo qilmaydigan, buyruqiga itoat qilmaydigan bo'lsa, nashiz bo'ldi deb tafsir qildi. Bu oyatda hozir vallati taxafuna nushuzahunna dedi. Yani nushuz bo'lgan ayollar degan yo'q. Nushuz bo'lib qolamiki deb sal insirab qolgan vaqtinglarda degan yo'q. Nushuz resmi o'tirishmidi. Lekin shunda alomatlari kiralgiltidi, muqaddimalar. Masalan, falanga barma desa, ya barman deb mansa bu nushuz bo'ldi-ku. Lekin barmanda yo'q barman demabdi, lekin sal udrab g'inshib bundan keyin salashda beriyordagandek bir alomatni ko'rilibdi. Şu hozir taqin nushuzning o'zi bo'lmadi. Nushuzning alomatini ko'rayotgan shu nushuz bo'lishidan rasmiy bo'lsa gapga unmaydigan, ashuna itoatdan chiqadigan holat bulab qolsa ensirab qolganinglar edi. Sizlar ensirab qolgan ashuna ayollar demoqchi. Demak, bu saga qulash. Shunda alomatlar ko'rilganliklar dastlabda buni hal qilish kerak. Keyin rasmiy o'ziga chiqib kasal ig'irlashgan chaqda o'chaqda davolaysin, davolanmaydi, char yo'q, nima taraf qilmay, boshqa yo'q. Lekin shunda muqaddimalar quruq kelgan turganliklar qachsiz bunga chora qiling demoqchi. Endi bu ikkinchi turlik ayollarga qanday chora qilamiz? Fa'iduhunna, bularga chiroyli nasihat qilinglar dedi. Khawwifuhunna uqubatallohi ta'ala wad-darb. Bularni Alloh taolaning jazo uqubatidan va tayoqdan qo'rqtinglar. Tayoq yeb qolsa Alloh taolaning g'azabiga uchraysa degandek, bunda sizlar bilan qo'rqitib qo'yinglar demoqchi. Wal 'idatu kalamun yulayyinul qulubal qasiya. Va'd degan nimadan iborat desa, sal bag'ir tashrab qolgan kishilarning dilini yumishtirgan. Va yuraghibut taba'i'an nafira. Salanda bayon tavliq qilgan shunda tabiatlarni targ'ib qilgan, bir ishlar unda bir nimaga qiziqtirgan demoqchi. Demek müşahede ve nasihat, silq bilan chiroyli munosib vaqtini tanlab nasihat qilinglar demoqchi. Yani hozir bunda turli ayollarga qilgan birinchi jari shu ekan. Chiroyli gap qilish, nasihat qilish. Boshdan tortib buni asliga singirish kerak. Bo'lmasa, boshda shunda qo'yitiversa, keyin bu xotin qanday qiladi? Gadagi minidan. Wahjuruna fil madaja. Endi bu vaz nasihatga hozir bu xuddi tartib bilan qilishni ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Dastlabda vaz nasihat qilsa, bu vaz nasihat kaqimizcha tayoq yo'q. Tayoqda yig'roq bor. Wahjuruna fil madaja. Yataqda da tashlab qo'yinglar demoqchi. Madaja degan yotilgan joy, yoki bir karvat deymiz bo'lsa. Karvatda buni tashlab qo'yinglar. Lekin bu yerda uyni tashlab qo'yinglar. Shu uyni shunda tashlab turgan boshqa uyga chiqib bu uyda ismaydigan bunday degan gap. Şu uyda bilib turadigan gap. Xuddi sirtki bir mehmonchisi, ya'ni boshqa urug' tuqqanlar, qaynona masalan, ammasi, qaynotasi deganlar bular normal turayotgandek. U nimani shapis qilmaydi bu uydagi birinchi chaqindan shapis qilmaydi. Meyada hozir xuddi bu ishki kashini sirtqa yaymanglar. Chunki shunda sirtdan birisi aralashganliklar bu shandan murakkablashib, xalqaralashib, andan bu mukajlashida, u mukajlashida shundan chatoq chiqdi. Şuna şu uyning ishini qilib qolsin degandek. Masalan, boshqa uyga chiqib yotsa, yo boshqa og'ayning qash berib yotsa bu hamma kishiga ma'lum bo'lib qoldi bu ish. Buni hozir isboq buzilibdi deb. Endi bu sala qildi, bu sala qildi, qaynona yo'lga sizda yana bizda fidaydi unda shu. Boshqa uyga chiqib yotsa, yo'q mana. Va juruna fil madaja. Fil madaja dedi. Yani hicr qilishlar, lekin shu madjada hicr qilishlar dedi. Yotadigan joyda. Shu karvatda hicr qilishlar dedi. Yani ayağın qarab etsa demoqchi. Aqlni qilib etsa deganda. Fil madaja degani bakmayman. Bir harf bilan ma'no o'zgarib ketdi. Fil maraqidi. Yani maraqidga yotadigan joylar. Yotadigan joylar yoki ko'p silib ketishi mumkin, ba'zi karvatda yetishi mumkin, ba'zi supida yetishi mumkin. Qanday joyda yotsa shu maraqid bo'ldi. Yoki madaja. Ay la tudakhiluhunna tahta al-luhuf. Yani ma tafsirda hozir, ma birinchi tafsirda yotqanning ishiga ular bilan birga kirmanglar debdi. Bu mujohiddan kelgan tafsir bu. Bir yotqan ma'lumotga ayrim yotqan aytdim degandek masalan.
Ve huve kinayetun anil cima. Mücahidin demek yoğunu mu ana? Cima kılışını tutunla diyen bende. Yani bir yasan mı şu? Bir öde yasan mı? Bir karavat yasan mı? Cima kılmış yaman diyken. Ma işkin tefsir İbn Abbas'ın kelgen tefsir. Ve en yuvalliyaha zahrahu fil madja'ın. Bir karavat yatıdı, lekin ağını kılıp yatıdı. Ayalığı ağını kılıp yatıdı. Liannahu lem yakul anil madaja. Vehcuruhunna anil madaja. Andiga harfini işlemede, lekin fi dedi. Şu madja'nın üzü de degende. Şu karavatın üzü de yetip, lekin taşlap koyanlar dedi. Ma bekrek kuşlu kandı. Peki kinki tayak bu eğir mi, ma eğir mi? Bu ayollarning tabiati qarashdi. Ayollar manda ish eg'ir qildigan ayollar qolsa bu eng eg'ir ish. Agar bunda ish eg'ir kelmay buni bak qaror qilmaydigan tabiati sal bunda nima qatmaroq ayollar qolsa endi tayoq qildim. Mana xatarlik jang bu. Sevir taqatni istab qildigan. Mesela başka öyle çıkıp yazsa o günahkar olduğun gibi mi yapın? Günahkar bulması mümkün lekin ma'lumda ilahi fırsatmandır bu. Bilil irşad bo'lishi mumkin. Çünkü bu mesela kim çok sadak çıkmaslıkta yeteklep koyatılgan da. Ya kendi bazı alimler alal vücub deyishi mumkin. El-emru hakikatun fil vücub der. Cemiyetligini umum xalaqatdan. Yani cık müminler dağıtkan iken her birinin münde kılınlar diyen tariqida der. Vadribuhunna. Yani yukarı kılak hakkımıza dengir. Yani tertipten şeydir. Mesela şeylik bir ağız gitni kısa kaç kabul kılıp unsur kesse boldan bu hicr fil madaja urush ajatsiz. Hicr fil madaja mecbur olup qalan çağda o hakkımıgan çağda andın bu ayolga unda bismillah hakkımaydı eken bunun karşı taqdim başqası bakaka da tayaqlan edeplaydigan ish. Darban gayra mubarrah. Urunlar deb aşu kökatadigan mesela qo'nchaqlatadigan unda dumbalaydigan ishni qilsam bu urush degan qattiq azar berib o'tmaydigan yengil urush demoqchi. Hozir miqdorini tafsir qilib qo'yasiz. Tarban g'ayri mubarak. Bu hamda hozir ma'no miqdori hadislardan ilingan. Hadislarda shunda bayon qilganlik shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Tarban g'ayri mubarak. Degan nima bo'ldi? Aziyati bek ig'ir ketmaydigan. Qattiq og'ritib unda jaforat etmaydigan shaklda urunglar. Ba'zi asarlarda ko'rsatmalarda la tuksir azman va la tusilu daman deganda qon iqmaydigan ya bir qonni chaqmaydigan ya ko'katmaydigan deymiz do'stlar. Shunda daraja ba'zi olimlar bunda mustaqillarda saqlagandek deb mustaqillar bunda sanmaydi. Shu yengilroq urushni ko'rsatgan bo'lsin. Sallallahu alayhi vasallam achchiq gapirib yo'qdi. Urg'on bo'ldi. Rasulullah sallallahu alayhi vasallam ayol kishini urib qo'ygan. Yandan başka vakit bir bakım. Belki akşam mı bu? Ayol kişi kolunu tutamadı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayollardan ondan nüşuz altı çıkmamış olmayan ya. Belki çıkan olsun uğrat ya. Mesela vacip diyen bunda da düşünsek, eğer aslında bir alet, bir iş gerek olan olsun uğrat dedik. Ayollar onda tayak iyi gidek bir işini kılmagan, nüşuz bulmagan oldu desek. Yaken anda irşad olup kalsa, adetki ahvaldı mı onda? Yani ulardan sade bulup qalan ahvaldı Resulullah'ın da kul teklif qalmagan. Resulullah'ın ahlakı Allah Teala özü terbiyelegan bo'lg'achqa addabani Rabbi fa ahsan ta'dibi. Hatta şu xizmatchiga nishmanda qildim, nish qilmadim deb kayfa qahol yo'q. Yani bu alayda bir ahlakında. Amara bi wa'dihinna awwala. Mana birinchi qatam chayliq va nasihat qilib beqishga buyurdi. Ondan yataqda tashlab qo'yishga buyurdi. Ondan urushga buyurdi. İllem yenca' fihinnel va'du vel hicran. Yani göz nasihat bilan, chiroyli so'z bilan aqni qilib yetish kaqimsa, ondan urushga buyurdi. Yenja' degan yenjah degandek. Foydasi bo'lmasa kaqimsa. Bu xuddanda axirud dawa'il kay degandek. Axir chora. Hech qanday amal bo'lmagan chora qildigan chora. Fa in ata'nakum shu vaz nasihat qilishga itoat qilib ketsa yoki hijron bilan yoki tayoq bilan itoat qilib o'ngishilib ketsa demoqchi. Qaysi bosqichda shu choralardan siz itoat qilib o'ngishilib ketsa, ya'ni nushuz alomatlarini g'achchida tugatsa, fala tabghu alayhinna sabila. Ularga aziyat berib, zulm qilmanglar deman. Yani fa'azilu anhunna at-ta'arruda bil adha. Yani ulardan aziyat berib, ularga ko'z yashirib oldigan, ular azardigan
ishni tugatinglar. Demak, bu odamda bir qatim shunda bir ish qilishib qolganlik qilalamamdi, buning bana olib berib, ash ishni tugatmay, yana shu buni navbat bakar nima kuchli qadam bo'lsam-da, adolat ya qeydishi kuchli bo'lsa, bir qatim shunda bir alamat bo'lib qolsa, uni vaznasiyat qilib to'xtamay davomli yuzga seliydiganmiz. Falancha zamonda javob qilgandan yoki 5-6 oygacha, 1 yilgacha hajr qilib tashlaydigan. O shirkatni voy to'g'ri qildim, bo'ldi, bu deb kesimi, yana shunda xapoligini tugmaydigan odam bor. Bunda qilsang bo'lmaydi. Demak, hozir mayatning beshida erlarning huquqini qo'ydi-da. Endi hozir ayollarning huquqini qo'ydi. Endi o'zi ketsam bo'ldi ekan deb o'zi ketmaydi demakchi. Buning igisi bor. Kalatabgu alayhinna sabila. Demak, unda xar qilib o'zi ketib anitasang bo'lmaydi demakchi. Va sabilan maf'ulu tabghu maf'ulun bihi. Wa huwa min baghaytul amra ay talabtuhu. Mesela Suudi Arabistan'da iş tabgha dedi o. Maza turid diyemem. Maza avz dedim. Hemmisi o'xshash ma'no. Avz degina aza ya'uzu mu'az deymiz o. Bu fasihdir. Yani maza tahtaj degan. Suudi Arabistonda ish tabgha degani maza tatlub, ay shay'in tatlub degan ma'no. Inna Alloha kana aliyan kabira. Yadamda qivamini, qavvamlikni mening qo'limda deb cho'ngchilik qilib, anda eksploatatsiya qilib, o'zikitib, yenjib dastab undan nima qilmaydi. Sizning ustingda yana cho'ngning cho'ngwa, degan yerda tahdid hozir. Qattiq ogohlantiradi. Ayolni bo'zikatma qarqinma, sizning ustingda Ali kabirimiz bor. Ishonchata qilib qoladi, demak. Ay in alat aydikum alayhinna sizlar ularga qulog'ini tutib azavasanlar, usanlar, fa'lamu anna qudratahu alaykum a'zamu min qudratikum alayhinna. Sizlarning ayollarga kuchini yetganidan bakrak Alloh taolaning sizga uddaroq kuchi yetadi, buni bilib qolinglar. Fajtanibu zulmahunna. Shunga ularga zulm qilishdan o'zinglarni tortinglar. Yoki menda desak bo'ldi. Innalloha kana aliyan kabiran wa innakum ta'sunahu ala uluwi sha'nihi wa kibriya'i sultani. Alloh taolo shunda Ali kabir. Lekin ashunda ustun sha'ni katta bo'lgan, ashunda huquqi ustun bo'lgan zotga sizlar osiylik qilasizlar. Thumma tatubuna fayatubu alaykum. Andan keyin siz tavba qilsanglar, Alloh taolo sizlarning tavbangizni qabul qildi. Fa antum ahaqqu bil afwi amman yazni alaykum idza raja'a. Undan ashunda ulug' zot shunda ulug'lik bilan sizlar osiylik qilib xatolasanglar, afu qilib turgan tursa, sizlar ashunda bir maxluq bo'lganliging uchun albatta afu qilishingiz kerak. Ayol kishi bir xatolik qilib qoldi yo bir javob qaytarib qolganda bir aqtim beshuvab qolsa, uni davomli shu tugatmay g'ijilab yurmay afu qilasan oldi demakchi. Mana ikkinchi tafsirim bo'ldi ekan. Summa khatabal wulata. Bu qanday wulatda? Hukkammi yoki oila boshliqlarimi, otalar masalan. Oila boshliqlari bo'lishi mumkin. Yoki hamda shu hokimlar degan bo'lishi mumkin. Sud mahkamasining qozilari. Qarindan oila boshliqlari. Xiftum degan so'zdan balki shu oila boshliqlari degan bo'lishi. Lekin shiqoq bo'lgan bo'lsa-da, o'shada mahkama qozisi degan gap chiqdi. Endi bu oyatda va in xiftum shiqaqa baynihima. Endi bu yerda mutax shiqoq o'zi yuz bermadi. Lekin shiqoqning yuz berishida ansirab qolgan ahvollar. Demak, hozir yuqorgi oyatda bu ayollar tarafidan kashilar chiqishdan ansirgan ahvol. Shunami? Bu oyatda ikkili tarafdan nafrat bo'lib qolgan yoki kashil chiqqandek bir ahvolni bayon qildi. Bu erdimi bo'lishi mumkin shiqoq hozir. Ya'ni ikki tarafdan biri. Va in xiftum shiqaqa baynihima, ularning o'ttirisining ashunda jiriklashib qolish, ittifoqsizlik bilib qo'yishdan ansirsanlar, ya'ni bu yerda shiqoq lam yaqa ba'da, lekin shiqoq bo'lib qolamiki deb ansirga ahvol. Asluhu shiqaqan baynahuma. Hal shiqaqa baynihima. In xiftum shiqaqa baynihima, shiqoqni bayniga idof qilyaptimi? Lekin buning aslida shiqaqan baynahuma. Fa udifa shiqaq ila zarf ala sabil al-ittisa'. Yani tajawuzdan demek tushunadi. كقوله بل مكر الليل والنهار وأصله بل مكر في الليل والنهار تريد أشبه استطغام أهوال بارمج والشقاق العداوة والخلاف الشقاق ديان عداوة طلب قلاش اختلاف طلب قلاش ديان دك أهوال الله نكوستدو
لأن كل منهما يفعل ما يشق على صاحبه. Çünkü her biri bir cüptüğe igir kılgan, cefalığa işini kılıdı bununla. Yani meşakkatın nereden geldiğini koysulardır hazır. Meşakkat yeniden gelgen demekçi manada. Ev yemilu ila şıkkın ey nahiye gayra şıkkı sahibi. Ya ki öyde mesela bu bulun dottasa bulun verip oturdu. Bir yakıda bu bir yakıda oturdu. Yani birle otamaydı degenden kelgen bo'lishi mumkin. Çünkü şık degan akırı degan buldurgu. Mesela ve men yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda ve ittaba gayra sabilil mu'minin. Mashaqqatullahi ve rasulih degan Rasulullah bir taraf olsa bu karşı tarafta olsa bu meşakka. Yani bu şık bu bir şık. Xuddi aslan bir nima namni masalan yasaqni buldu. Arlıqda bir arlıq payda olub ya da çek payda olub arlıq payda olub bir taraf bo'lganda. Yakanda er xotinni biz xuddi bir narsa taklif ketdik. Nima? Va kayfa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd. Xuddanda bu kirish bir narsa bo'lib ketganda bo'ldi. Ondan yani bir oyatda hunna libasul lakum va antum libasul lahunna dedi. Ve xuddanda bir-birini yegib turgan unda bir pashinasi reklam qilyapti. Lavankin badir ikkisinde çeklam sunsa yoki arası bir yerde azar yerik paydo bo'ldi degan. Shu yerik degandan kelgan bo'lishi mumkin deydi. Va damiru liz-zawjayn baynihima degan ashu damir musannadin maqsad az-zawjayn deydi. Va lam yajri zikruhuma mana yuqorida al-xotinning gap chiqmadi deydi. Umum gap qildi ar-rijal qawwamun 'alan-nisa masalan. Fasalihat qanitat ya bunda gapni qildi. Lekin bakrak ilgirida chiqqan. Tankihu ma tabarak mumkin ayollarning majburunda miras elolmang dedi. Shunga o'xshash er-xotinlik munosabat huquqini bayon qildi. Lekin ma yaqinda undan nima chiqmagan deydi. Er-xotinning gapi qilinmagan. Lijariyi zikri ma yadullu alayhima wa huwa rijalun nisa. Lekin er-xotinlarga dalolat qilgan bir narsa o'tdi. U bo'lsa er-rijal nisa erlar to'g'riliq so'zda, ayollar to'g'riliq so'zgan, nerda er-xotin to'g'riliq so'zlayapti deb tushunmaymiz demoqchi. Baynihima degandan baynaz zawj va zawjatihi degan ma'no maqsad qilingan deymiz deydi. Lekin yerda tilganmidi desak bo'ldi, lekin bakrak ilgari tilga olgan desak bo'ldi. Chunki shu sura boshlangandan tortib shu nikoh to'g'riliq so'z qildi-ku. Tankihu ma tabakum minan masna va tulat andun haram qilgan ayollarni zikr qildi. Wa ahillalakum ma wara zalikum fab'athu hakaman min ahlihi. Demak, hozir mush xitob oila cho'nglari, oila aqsaqollari qilgan xitob desak, bu ahvolda oila cho'nglari asta bularning g'amini yeb chariz deydi. Fab'athu hakaman min ahlihi erning oilasidan urug' tuqqanlardan bir hukm qilgan kishini avatinglar rajulan yasluhu lil hukumati. Yani hüküm kılabilgan resmi mında bir hayat tecrübesi var, bilimi var, sözünü toxtatkan, muisbet adamına demekçi. Vel islahı beynama, aşikeylerine otur yaraştırışkımı yaraydıgan bir kişinin. Yani sülü salah kılalaydıgan. Ve hakemen min ahliha. Yani ayol aile tavabatıdın bir kişine hüküm kılışkı ibaretin deydi. Ve innema kana ba'tul hakemeyni min ahlihima li'annal aqariba a'rafu ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح. Nima uchun ikki oy deyapti buni? Boshqa bularni tanımaydigan muisbetlarni ikkilarini hukm qilishga qilyapti desa, chunki ash ikki oydan bo'lgan mush muisbetlar buningki oila ishlarini, qiyitekni qildigan ishlarini, huquqiy mijozlarni hamini qildigan bo'lg'achqa, yana mush oilani odamlar bo'lgan ekan, bular bo'lsa erishib qolsa ekan deb buni manfaatini ko'zlaydigan bo'lg'achqa mushrik aileden dedi. İbn Abbas şu Havariz bilan munozirlashgan chaqda dalil qilgan isi-ku. La hukma illa lillah degan chaqda Havarizlar. Unda esa Alloh taolo insonni hakam qildi-ku. Deb yahkum bi dawabin minkum masalan. Albatta fidya oyatlarida, jazo oyatida, oyatda 2 oyatni o'qib mana inson hakam bo'lsa bo'lamdikan, mamnunmikan, bo'ldikan deb shu chaqda Ushmon Havariz yongan. Xayli bo'lgan. Ve nufusez zavceyni eskenu ileyhim. Yani er-xotinlarning ko'nglimi ağlı bakrak aram tapudu deydi. Xotirjam bo'ladi. Ko'ngliga gapni deyalaydi. Fayubrizan ma fi damairima min al-hubb wal-bugh. Yani ko'nglidagi muhabbat nafratni ifodalaydi deydi. O'tirish qaralaydi. Ve iradatu sihhati wal-furqati.
uyni tutib yuramdiq yoki uyni buzutamdiq degan gapni ochiq deyoladi. Nimani xohlaydiganligini gapni ochiq qiladi deydi. Yoki to'lmaydigan bir damlamimizda kelib qo'ysa, yo tattatib, qo'rinib demaslik mumkin. Ajrishni xohlaydim, yo uy tutmaman degan gapni demay yana qilish mumkin. Ermo gapini qilolmay tattatib unda damlamning salofatidan ayminib demay qilish mumkin. Va damiru fi in yurida islahan ikkaylan islahni xalab qolsa deganki, mishali yurida degandiki, kim yurida? Ehtimollik bor. Hakaman bo'lishi mumkin. Ayol bo'lishi mumkin. Miyada lil hakamayn debdi. Va fi yuwaffiqullahu baynahuma liz-zawjayn. Kalima xabiratida chiqdiki, ben o'sha ishga hakim bo'lishi mumkin. Alloh taolo farzlikni qilib, Alloh taolo shuni o'zaro qilib turadi. Yani ehtimollik bormi? Mishada ishga hakam isloh qilishni xohlab qolsa, Alloh u ishkaylanni, ya'ni u ishkaylanni degani hozir er-xotinni yarashtirib qo'ydi debdi. Ya'ni liz-zawjayn deymiz. Yuwaffiqullahu baynahuma bayna-zawjayn degan. Lekin yurida islohan deganda zawjanga apasaqim bo'ldi. Er-xotin ikkisi shuni saloh qilishni, shuni xohlab qolsa, shundan bulanishsa, shu hakam bilan o'nshilib tugab ketadi. Boshqa chora yo'jatsiz, boshqa xafalik kelmaydi deganman. Ayol hakamninki isloh qilishni xohlab qolsa deb. Ayol yarashni xohlab, ishni bir o'ng tarafga tortib, bundan o'qib qolsa, masala tugaydi deganman. Kitobda degani yurida islohan, yurida al-hakamani islohan. Endi ikki hakamlar shu ikki oydan tanladik. Lekin bu ikki oydan tanlangan ikki hakamning ba'zisida ya manfaati taqishadigan yo boshqa g'araz ardishib qolgan bo'lsa, bular balki o'yin chuvitishga tirishganlar bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Allohu alam. Ya bu nimaga xush yo'q, qarshi tarafga, ya nimaga xush yo'q bo'lsa, buni buzutishga harakat qilish mumkin. Lekin samimiylik bilan shu manfaat ko'zdan o'tib qolsa, bu arani yarashtirib ishni tutkazadi inshaalloh. Yuwaffiqullahu baynahuma yada at-tawfiq min Alloh demak. Yani shunda yarashishga, qilishga, o'nshilib ketishga muvaffaq qilish Allohning qo'lida demak. Yani bayna zawjayn ay in qasada al-hakaman demak. Isloh hadatul bayni o'tirdiki adovatni, xilofni isloh qilishni xohlab qolsa ishga hakam va kanat niyyatuhuma sahihatan, ishga hakamning niyati sog'lom bo'lsa, chataq niyat aralashmagan bo'lsa, burika fi vasatatihima, u ishkaylarning vositachiligida barakat berildi. Va awqa'allohu bi husni sa'yihima, ishkaylarning yaxshi sa'i ko'shish qilishi bilan, tirishchilik ko'rsatishi bilan Alloh taolo ikki er-xotinning orasiga unsi ulfat va ittifoqlikni keltirib chiqardi. Va alqa fi nufusihima al-mawaddata wal-ittifaq, ko'ngillarga sevgi muhabbat va ittifoqlik inoqlikni tashlaydi. Quddamda va alqaytu alayka mahabbatan minni dendi. Tawad damiran lil hakamayn mana. Ikki damir al-hakamga deyildi. Biz bayatlagan tafsirni shu. Yurida al-hakaman yuwaffiqullahu baynal hakamayn demakchi. Hozir ikki hakamni o'zaro tantan o'tkazganga suhbatlashishni ama ikki hakamning suhbatida muvaffaqiyatli qildirdi demakchi. Ay in qasada isloh hadatul bayn va nasiha lil-zawjayn, nasiha lil-zawjayn degani er-xotinga samimiy nasihat berish degan. Samimiy bo'lish. Yuwaffiqullahu baynahuma, ikki hakamning o'tirida muvaffaqiyatli natija bo'lishi kafolat qildi. Fattafiqana alal kalimatil wahida. Buni Alloh taolo ularni yaxshi natijaga muvaffaq qilgan ekan, ular bir so'zga ittifoqlashib va tasanadani fi talbil wifaqi hatta yatimmal murad. Ittifoqlashtirishda bir-biriga yar yo'lakchi bo'lishib, ular hamdamda bo'lishib, oxiri murad maqsad ado bo'ladi. Aw damiran liz-zawjayn, uchinchi tafsir. Ikki o'rindagi damirul musanna bu er-xotinga. Yurida az-zawjan yuwaffiqullahu bayna az-zawjayn. Ay in yurida isloh ma baynihima, ikki er-xotin o'z aralaridagi shu ittifoqsizlikni isloh qilib o'ngishlaydi. Tugusin bu ish deb shuni xalab qolsa, yaxshilikni iroda qilsa, va an yazul anhum ash-shiqaq, ittifoqsizlik tugusin deb qolsa, yulqillahu baynahuma al-ulfata va abdalahuma bish-shiqaq al-wifaqa va bil-baghdha al-mawaddata. Alloh taolo o'tirga unzulbat ittifoqlikni tashlaydi
ittifoqsizlikning o'rniga ittifoqlik, o'chmanlikning o'rniga amroqlikni keltirdi deydi. Almashtirib turdi. Innalloha kana alima. Haqiqatan Alloh bilguchidir. Bi iradatil hakamayni ashu ikki hukm qilg'ichi salachininki nima maqsad qilganligini. Haqiqiy samimiy bo'ldimi yoki boshqa taraf to'lg'dimi bular? Bizni tiktirishdimi? Buni bilguchi. Yoki shu ikki xotinning yaxshi tarafga tortdimi, yomon tarafga tortdimi, buni bilguchi desek bo'ldi. Ikkinchi tafsirga asosan. Khabira bil-zalimi min az-zawjayn. İki xotinning qarshi zolim buni obdan bilguchi deydi. Alim bilan xabirning o'rtasidagi farq bor deb o'tganmiz. Qanday farq bor? Xabir takmil alimun bi azaimul umur degandek va xabir bi daqaiqil ashyo degandek. Yoki endi bu xabir degan xibra degan shunday ko'p oldin o'tgandek unda mazmun bor. Wala yunabbiuka mithlu xabir tasal bihi xabira. Faylasuflarga aytdi. Faylasuflar degan ishning birisi aslida Allohu la ya'lamu bil juz'iyat. Yoki ish bo'lib bo'lgani kim biladi degandek aytdi. وليس لهما ولاية التفريق عندنا خلافا لمالك رحمه الله المشير إشكي حكمين شولا عزر سوزي سلاق الوقته بولن جيبي جيب بولد دانو حكم بولن كم وكم قلش بولد باوا بعد آدم دايد بو حكمنا بولدا وشكنا أيوتلغان بولدوك داب مشان اتفاق شقاسا جيبي سبب مسموع دياندا آدم طالستار شكيران İmam Malik hakem varmış o işkelen. Bula er işkelen görüşüp söhbetleşip özleri ama kenaş kılganlıkken bu işkelenini buldu. Ayrıvet doktor kalsa hesap bulardı diyor. Yani Ebu Hanife ya bunun ayrıvetiş hukuku yok. İstihakaş hukuku var, ayrıvetiş hukuku yok diye. Demek ki şunday iki taraftan gap qilib bir yakkalansa araya bo'lmasa o'zi anglashib ketirganda ayrılib ketamlar demaydi. He, ayrılıp etmeydi. Mesela er talak kılıp onun koyuyordu. Lekin bu işkelen kaç ayrıldı. İmam Malik mesela bu işkelenin gepiga şu çağda bu işkelen ayrılıp tutsa ayrılıpdı. Er talak kıldı mı diyorsun? Ha, hakem diyen şu mezmunun gösterdiği bulmuşsun nimaga hakem bu? Bu bidayetul mujtehid. Çıkan mesele var. İnnalloha kana aliman hakima degene agar sizlar yaxshilikni o'ylab mansanlar Allohga muvofiq qildi. Agar yaxshilikni xiyol qilmay ishga yomonlikni niyat qilsa innalloha kana aliman xabira deb qoidasi tahta tahdid. Sizlar chataq taraf to'lg'monlar. Chunki endi har xil niyatda har xil g'arazlik odami bor. Ash hakamanga ashuni narsalar odamni tanlab qilishi mumkin. Bu isbat asaqildi. Lekin amaliyotda u buning ma'lum sababdan ziyon urishni xohlashi mumkin. Shuni buni o'yini buzitishi mumkin bu. Shuni ashuni qarta tahdid hozir. Mesela bazı adamlar muisbet asaqal ubdadımlar. Ma balamga falan kişinin hizmet vermek için berip de elçi olup başlayıp elçi verse o ubdadan bu kızınlar özün başına çalışıcılar kıldıran. Emniyet var şanı bu. Vallahu a'lemu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.